Assalomu alaykum. Sergeli Sog'diyonadagi 2 sotuvlik kottejimiz arzorlarini ko'rsatamiz. Bu yerda mana kottejliklar hammasi bitgan. Uyimiz arzorlarini ko'rsatamiz. Mana shu birinchisi. Narxlarni oxirida aytib o'tamiz. Arzorni ko'rasizlar, mana kirishimiz, elektrik kuxnalarimiz, bu yoqda tashqari hojatxonamiz joylashgan. Uyimizning yuragi podolimizda joylashgan. Bitta arzor ko'rsatamiz. Podolga tushganimizda katta splashni podolimiz qo'llanilgan. Burchakda kotyoxonamiz. Sifatli qilib qo'yilgan. Uyimizni ichki arzorlarini ko'rsatamiz. Bu hovlimiz. Uyimizni ko'rsatamiz. Yanimizda mana katta hovl. Bu hovlimizda zalimiz joylashgan. Sifatli qilib qo'yganmiz. Xonamiz. Birinchi etajimizda sifatli havolanishga joy qoldirilgan. Bu yerda kuxnyamiz joylashgan. Bu birinchi etaj sanuzelimiz. Ikkinchi etajimizni arzorlarini ko'rsatamiz. Ikkinchi etajga chiqqanimizda chap qo'limizda bitta spalni, detsilsa qiladi. Bu yoqda ota-onalarimiz uchun spalniga joylashgan. O'zining ichida alohida sanuzellari bilan. Bu yoqdagi xonamiz yana bitta spalni. Ikkinchi etaj sanuzelimiz. Navbatdagi xonamiz ikkinchi etaj zalimiz. O'zining balkonlari bilan. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Narxi $185 ming.